mümkün. Biz işletadigan, sanoat ishlatadigan ishlatadigan kompressorlarimizda, yo'q qulug'larimizda vallarning aynishi, yo'q mexanizmlarning harakati. Demak, bu talab etilgan darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun mexanik uzatmalardan foydalanadi. Demak, mexanik uzatmaning o'zi nima? Yoziladi demaklar. Nima yozilgan? Dvigatel va ishchi. Dvigatel va ishchi. Dvigatel va ishchi. Qarshi yozilgan ijrochi. Demak, ishchi mexanizmni ijrochi ham deyiladi. Organlar orasida joylashib dvigatel harakati parametrlarini o'zgartirib mashinaning ishchi organlariga uzatuvchi mexanizm, ishchi organlariga uzatuvchi mexanizm, mexanik uzatma deb ataladi. Demak, savol tug'iladi. Dvigatelning parametrlarini o'zgartirib deyapti. Kimda qanday fikr bor shunda? Dvigatelning parametrlarini o'zgartirib. Ayting. Dvigatelni aylanish shaxsodasini kurashni keyin quvvatini o'zgartiradi. Demak, dvigatelning parametrlariga haqiqatan asosan uchta narsa bilan xarakterlanadi. Demak, birinchisi nimadir? Bu dvigatelning aylash asosi. Ikkinchisi dvigatel valning burchakligi. Uchinchisi esa undagi burovchi valning yoki esa agar quvvat. Demak, dvigatelning parametrlari deganda haqiqatan dvigatelning aylash asosi. Demak, burunni raqamlantiradi yoki bo'lmasa burchak tezligi yoki bo'lmasa burovchi momenti valnega quvvati. Demak, sen yaxshi bilasanki, mexanikada, fizikada nima o'qigansan, mexanikada shunaqa bir termin bor. Olti qoidasi degan. Demak, sizga tanish bo'lgan shu olti qoidasi nima degan bo'ladi? Ma'nosi. Ayting.